Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hamma yaxshimi? Mana xudo xolasa dehqonchiliklar ham boshlandi. Hozir ko'rsataman mana bu yerni. Hop. Mana bu yerni o'tgan yil berilgan Katta Qo'rg'on tumanida Chuyanchi mahalla. O'tgan yili haligi yoshlanish bilan ta'minlash dasturi bo'yicha 30 yilga auksion qilib mana shu qishloqda odamlarga bo'lib berilgan. 34 sutidan bizada mana bu ikki kishinikini olganmiz. Kishi birga 68 suti nahoti kelgan. Opshim qulay joyda mana shunday qishloq yonida 200-300 metr uydan kelib ishlanadi. Mana qo'shnilarniki. Bular o'zi qulupni ekkan. Qulupnolar gullab qoldi. Hozircha asosan no'xat mayda chuyda shunaqa ekilyapti. Nasib bo'lsa mana ekdim. No'xatni ekdik. Qulupno ekilgan. Kartoshka yana mayda chuyda ekilyapti. Opshim dahshat. Yaxshi kutilmaganda yaxshi sharoit bo'ldi deb o'ylayman. Ana ikkita uy naryoqda uyim. Hop chiqamiz mana ish. Mana ish qancha bo'lsa xohlang mayda chuyda ekildi. Xohlang bunaqa. Xullas chiroyli foydalansangiz hech kimga ishi yo'q. Mana toza havo. Asosan mana u tomonda video olardim. Molboq o'rmonda. O'rmon tomondan ana mayin shabada kelib turibdi. Top toza havo. Mana bu yerga 3 ta daraxtcha ekdim. Kelajakda bunaqa bo'ladi. O'tirib dam oladigan joy qilmoqchiman. Opshim dahshat bahor. Poliyalardan ozgina ko'tarilayotgan changni hisobga olmasa tabiat juda go'zal. Sog' bo'lasizlar.